104 bob. Babu al-abdu ra'in. Ya'ni ki qul rioyatchi. Rioyatchi degani bir narsani homiysi, bir narsani boshqaruvchisi, bir narsadan mas'ul inson degan ma'no. Bobni o'zidan ko'rinib turibdiki, islomda qulni ham xo'ja, bir narsadan mas'ul, bir narsani rioyatini qiladigan shaxs darajasiga ko'tarilgan. 206 hadis sharifda Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan. Bu hadis sharif Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru allazi 'alan nasi ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Bu yerda ra'i so'zini bizda boshliq, katta mas'ul ma'nosida tushunsak bo'ladi. Ra'iyya deganini qo'l ostidagi kishilar yoki narsalar deb tushunsak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytibdilarki, sizlarning barchangiz ro'isiz, o'ziga yarasha boshliqsiz va hammangiz o'sha qo'l ostingizdagi narsadan mas'ulsiz. Amir, odamlarning ustidan boshliq bo'lgan odam, u ham ro'i, boshliq va o'zining qo'l ostilaridagidan mas'ul. Nima degani bu? Demak, modomiki u amir bo'lib boshliq bo'ldimi odamlarga, ana shu qo'l ostidagi odamlarni hifz himoyasini qilish, ularning haq huquqlarini himoya qilish, ularga zulm bo'lmasligini ta'minlash va boshqa ko'pgina qo'l ostidagi kishilar muhtoj bo'ladigan narsalardan amir mas'ul bo'ladi. Shuni qilish kerak. Qiyomat kuni Alloh so'raydi: seni shularga boshliq qilib qo'ydim, seni boshliq vaqtida mana u zulm ko'rdi, mana u demak haqsiz bo'ldi, mana uni moli o'g'irlandi yoki boshqa deb so'raydi. Xuddi shuningdek, har bir oila boshlig'i, kishi o'z ahli baytini boshlig'i, oilani boshlig'i hisoblanadi va u ham o'z qo'l ostidagilardan mas'ul. Demak, kishi, ota oilani boshlig'i bo'lgandan keyin oila a'zolaridan mas'ul. Ularning odobi, axloqi, iymoni, ibodati va shu bilan birga haq huquqi, nafaqasi va boshqa ko'pgina narsalardan mas'ul. Qiyomat kuni Allohning huzurida mana shu o'ziga topshirilgan ra'iyatni o'ziga vojib bo'lgan vazifalari yuzasidan savolga tutiladi Alloh taolo tarafidan. Ana endi aytayaptiki, bir kishining quli bor. Shu qul ham o'ziga topshirilgan mol-mulkdan mas'ul. Xo'jasi unga narsalarni topshirib qo'yganmi? Shuni qaraysan, saqlaysan, hifz himoyasini qilasan deganmi? Ana o'shini mas'uliyatini u ham ko'tarishi kerak. Javobsiz qolmaydi. Demak, u ham barcha qatori boshliq mas'uliyat yuklangan zimmasiga inson hisoblanadi va o'ziga yuklatilgan mas'uliyat ustidan mas'ulini, ya'ni qiyomat kunida so'ralganda javob beradi. Ogoh bo'linglar, har biringiz boshliqdirsiz, ro'iydirsiz va har biringiz ra'iyatingiz qo'l ostingizdagi narsadan mas'uldursiz dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. 207 hadis sharif Abdulloh ibn Sa'd, Oysha onamizni ozod qilgan qullari ekan bu kishi. O'sha kishidan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, men Abu Hurayrani quyidagi gaplarni aytayotganini eshitdim. Al-abdu iza ata'a sayyidahu faqad ata'a Alloh azza va jalla. Fa iza asa sayyidahu faqad asa Alloh azza va jalla. Agar qul o'z xo'jasiga, egasiga itoat qilsa, va tahqiq Allohga itoat qilgan bo'ladi. Agar u o'z egasiga, xo'jasiga osiylik qilgan bo'lsa, va tahqiq Allohga ham osiylik qilgan bo'ladi degan ekanlar. Bu yerda demak qullarni o'zini qulligini bilib,
xo'jasini haqqini ado etishligiga targ'ib bor.